Oya qanaqa bloger qiz uylanmayman unga. Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Bugun biz mana uchrashuvga Voy, chiqyapmiz. so'ramasdan videoga ovorurasizmi? Siz o'chiring videoni. Blogerman deyishim shu. Men ham konduktorman. Sizdan hozir pul so'ramayapman-ku. Mana shu orqasidan pul topaman. Nech pul topasiz unchalik? Charilashingizni qarang. Kamida 50 million. To'ydan keyin sizga qanaqa kontentlar, yengilliklar qilamiz? Kontentni men o'ylayman. Siz montaj qilasiz, syomka qilasiz, adminim bo'lasiz. Tushundingizmi? Aha. Qarayman, sosteka desam bo'ladimi? Bo'ladi. Qulim desam bo'ladimi deganda eshitildi. Серьёзныйroq bo'ling, story solma. Qizlar Ostakan bilan yaqindan tanishib oldik. Rosayam серьёзный barashqchi ekanlar qizlar. Uyga borib telefon qilib qo'ygan. Xo'p bo'ladi, ko'rsizlarmi? Ha? Tabiiy o'ynasangiz bo'lmaydimi? Hop. Qarang, chet ellarga chiqamiz, mashinalar olamiz, uylar olamiz. Olib berasiz-ku. O'shanga menda ham ozgina chest bor-da. Odamlarning oldida g'alati bo'lib qolmayman-a? Xavotirlanmang, erim qitchu joyda ishlaydilar. Hamma narsani qilib beryaptilar deb e'lon berib qo'yaman. Men o'zi konduktor. Hech kim bilmaydi. Davay. Vau, to'yim bor deganimga aktivim ko'tarildi. To'ydan keyin aktivist tushib ketsa nima qilamiz? Ajrashamiz, ko'tarib olaman. Nimaga? Qanaqa? Har xil kanallarga intervyu beraman. Erim meni urgan deyman, qaynatam yomon bo'lgan deyman. Butun oilasini boqqanman deyman. Uzr, bir tinga qimmat qiz ekansiz. Ayting, go'zal qiz